Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan o'zbek adabiyoti darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz Sayfi saroyi, ya'ni 14-asrning yorqin vakillaridan biri bo'lmish Sayfi saroyining hayoti va ijodi, ya'ni Suhayl va Guldursun dastoni bilan yaqindan tanishib, o'tgan mavzuda tanishgansizlar, yana bir bor mustahkamlab ketamiz. Ta'limiy maqsadlarimiz badiiy asarning janriga bog'liq syujet tizimlarini, xotima muqaddimalarini aniqlash, badiiy asardagi qahramonlarning ijobiy va salbiy tomonlarini tavsiflash. Bugun darsimizda biz mana shu haqda gaplashamiz, o'rganamiz va ana shu bo'yicha ish olib boramiz. Hozir hammamiz uy vazifasiga berilgan vazifani diqqat bilan tinglaymiz. O'tgan darsimizda sizlar guruhga bo'lingansizlar, bugungi darsimizga taqdimot tayyorlab kelishingiz kerak edi. Bugun darsimizda bizda tarixchilar, adabiyotshunoslar hamda jurnalistlar ishtirok etadi. Qani, unda darsimizni boshlaymiz. Hurmatli o'quvchilar, diqqatingizni interaktiv taxtamizga qaratamiz va e'tibor qiling. Bugun darsimiz mana shu reja asosida davom etadi. Ya'ni video taqdimot, she'riy san'at va asar jozibasi bo'yicha aqliy hujum, nazm gulshanni to'plashtirish, Pops formulasi, ya'ni uyga vazifani olasiz, darsni so'ngida refleksiya o'tkazamiz. Hurmatli o'quvchilar, qani tarixchilar guruhi, marhamat, sizlar birinchi bo'lib chiqasiz va Sayfi saroyiga oid bo'lgan qanday yangi ma'lumotlarni olib keldingiz? Sinf bilan tanishtiring. Sayfi saroyining yashab ijod qilib o'tgan davri tarixda O'zbekxon o'g'li Tinbek va Jonibeklarning hukmronligi davriga to'g'ri keladi. 13-asrdagi Mo'g'ullar istilosi mamlakatni izdan chiqargan edi. Bu bosqichda juda ko'p kishilar qirildi, ko'plab shoirlar o'zga yurtlarga ketib qoldi. Buning ichida Sayfi saroyi ham bor edi. Sayfi saroyi shunday yozgan edi: O'sib tuproqni uzra nayzalar, men evdim, ayrildim. Vatandan benishon o'ldim-da, o'zga yurtga evrildim. Demak, Sayfi saroyi Movarounnahrda Oltin O'rda davlatining poytaxti saroyda yashab ijod qilgan. Misr va Turkiyada ham yashagan. Guliston bit-turkiy kitobidagi quyidagi misollar shoirning Misr malikdan birining xizmatida bo'lganligi, qarib qolganligi tufayli o'z vataniga ketish uchun malikdan ruxsat so'raganidan dalolat beradi. Rahmat, juda ham yaxshi. Qani, qo'shimcha ma'lumot topib birga guruhda bajardinglar. Qo'shimcha yana kimda qanday yangilik bor? Tarixchilar, bormi yangilik? Marhamat. Guliston bit-turkiy eski turkiy tilining namunasi sifatida yagona nusxada Gollandiyaning Leipzig universitetida saqlanadi. Foto nusxasi Fanlar akademiyasi qoshidagi sharqshunoslik institutida saqlanib keladi. Suhayl va Guldursun dastoni o'zbek adabiyotidagi epik she'riyati taraqqiyotining munosib namunasi sanaladi. Daston xalq afsonasi Guldursun asosiga qurilsa-da, unda real tarixiy voqealar, ya'ni Amir Temurning Xorazmga yurishi ham aks etgan. Katta rahmat. Endi navbatni adabiyotshunoslar guruhiga bersak. Marhamat, taqdimotni kim himoya qiladi? Himoya qiladi. Marhamat. Sayfi saroyi o'zbek mutaassib adabiyotining iste'dodli vakillaridan biri. Fors, arab tili, adabiyoti, tarixiy va xalq og'zaki she'riy ijodini mukammal tanigan, o'rgangan inson. G'azalnafis shoir, qasidanafis, epik dostonchi va tarjimon sifatida tanilgan. Sayfi saroyi Sa'diyning Guliston asarini o'zbek tiliga birinchi bo'lib tarjima qilgan, ammo u asl nusxa matniga o'zining falsafiy, axloqiy sharhlarini qo'shib, uni Guliston bit-turkiy deb atagan. Sa'diy asarini asos o'rnida olib, u asarni zamonaviy ruhlar va mahalliy muhitini aks ettiruvchi yangi hikoyatlar, qita va baytlar bilan to'ldirgan. Guliston bit-turkiy 8 bobdan iborat. Birinchi bob sultonlar haqidagi hikoyatlar, ikkinchi bob faqirlar axloqi haqidagi hikoyatlar, uchinchi bob qanoatning foydasi haqidagi hikoyatlar, to'rtinchi bob sukutning foydasi haqidagi hikoyatlar, beshinchi bob ishqdagi yigitlik sifati haqidagi hikoyatlar, 6-bob qarilikdagi zaiflik sifatlari haqida, 7-bob tarbiyaning ta'siri haqida,
8-bob esa suhbat odoblari haqida. Har bir bobda hikoyatlar bor. Uning ko'plab hikoyalari didaktik uslubda bo'lib, ularda pand-nasihat, adolat va osoyishtalik o'rnatish masalalari muhokama qilinadi. U zolim podsho va amaldorlarni insof va adolatga chaqirib, davlatni qit'a qonun-qoidalar asosida boshqarish, kishilar xulq-atvorini yaxshilash borasida pand-nasihat qilgan. Kim tayyor, kim chiqadi? Marhamat. Kim chiqadi? Validasizmi? Marhamat. Interaktiv taqdim. 1321 yil Xorazm viloyati Sarqamash qishlog'ida dunyoga kelgan. U shoir, tarjimon bo'lgan. Markaziy Osiyoda Mo'g'ullar istilosi davrida yashagan. O'z vatanini tark etishga majbur bo'lgan. Umri darbedarlikda kechgan. Keyinchalik Oltin O'rda, Misr va Turkiyada yashagan. Fors, arab tili, adabiyot, tarixiy va xalq og'zaki poyekt ijodini mukammal o'rgangan. Lirik shoir, qasida-navis, epik dostonchi va tarjimon sifatida tanilgan. Bizgacha uning 10 dan ortiq g'azal, qasida, ruboiy, Suhayl va Guldirsun dostoni, Gulistonni buturgan asari yetib kelgan. Sindobonlarni o'zbek tiliga qilgan tarjimasi saqlanmagan. She'rlarida odamiylik, vatanparvarlik, insoniyat qadr-qimmati, do'stlik, muhabbat motivlari bilan birga ijtimoiy mavzu ham kuylagan. Ko'ngil topilmas eruqlar. Rahmat, qani. O'quvchilar, sizlarning oldingizda har bir guruhda baholash varaqalari bor. Bunda sizlar kriteriy hamda deskriptorlarga e'tibor bering. Qani, adabiyotshunoslar, tarixchilar va jurnalistlar bir-biringizni baholashingiz mumkin. Marhamat, guruh sardori ishni olib boring hamda guruh a'zolari bilan maslahatlashing. Yaxshi, darsning so'ngida baholarni ko'ramiz. Qani, marhamat, adabiyotshunoslar, aytingchi, siz qanday ball qo'ydingiz? Jurnalistlar hamda tarixchilar guruhiga. Tarixchilar guruhiga 3 ball qo'ydik, jurnalistlar guruhiga ham 3 ball qo'ydik. Izohlab keting sababini. Sababi jurnalistlar guruhida nutqi pastroq bo'ldi, tarixchilarda ham shunday. Ravon, ya'ni qaranglar, hurmatli o'quvchilar, nutqimizning ravonligiga hamda so'zlarni dona-dona, to'g'ri va xatosiz talaffuziga e'tibor berishingiz kerakligini unutmang. Rahmat. Qani, unda darsimizni davom ettiramiz. Ballarni dars so'ngida barini yig'inini hisoblab, o'quvchilar, darsimizni reja asosida davom ettiramiz. Endi qiladigan ishimiz she'riy san'atlar yuzasidan ish olib boramiz. Diqqat qiling, bunda siz dostonda qo'llanilgan she'riy san'atlarni aniqlab, asar matniga tayangan holda jadvalni to'ldirasiz. Ya'ni she'riy san'atni topasiz, dalil keltirasiz hamda sharhlaysiz. Qani, boshlashingiz mumkin. Qachonda to'g'ri beradigan? Bir pandellik kuni YouTube'ga yuklashimiz kerak. Hurmatli o'quvchilar, siz she'riy san'atlar ustida ishlashingizda vaqtni zoya ketkazmaylik. Qani, kim Nazm Gulshanda degan bosqichimizga to'xtalib, yod olib kelgan she'rini aytib beradi. Madina, marhamat. Boyim erkin etib zanjir bilan band, yog'ochnida anga etdilar boban va oni tashladilar. Katta choqqa sira osmay alam go'sh oqvoqqa. Gunosh dunyo yuzidan choqqa botdi, uzilgan gulchekin tuproqda yotdi, va lekin erdami bor suv o'lmas, qabilaga hech anda qo'rquv bo'lmas. Rahmat, juda ham yaxshi. A'lo. Baraka topinglar. Mana shunday chiroyli har bir berilgan asardagi so'zlarni xatosiz talaffuz qilib, dona-dona qilib, ya'ni aruz vaznidagi asarlarimizni chiroyli qilib o'qishga harakat qiling. O'tiring, Madina, rahmat. Qani, she'riy san'atlar bo'yicha vazifani tugatdingizmi? Qaysi guruh tayyor? Qaysi guruh tayyor? Marhamat. 5 daqiqaga hali vaqt bor. Qani? Hurmatli o'quvchilar, yana kim yodlab keldi? Qani, o'ziga yoqqan yerdan, dostondan bir parchani yod olib keling deb aytilgan.
Kim yodlab keldi? Marhamat. O'lan uzra qurilgan qaymada shoh, zafardan shod bo'lib yotmishdi ogoh. Bor edi shoh qizi, Yuldursun oti, tilim evrilmas aytmog'i sifati. Emas gul yuzi, Yuldursundan ortiq, aning ko'nglida ishq dengizdan ortiq. Turdi fasli gul, sayri xiyobon, necha mahramlari birlan Qani, qaysi guruh birinchi bo'lib o'qiydi? Marhamat. Kim tayyor? Qani? Yaxshi, yana kim? Yaxshi. Luiza, marhamat. She'riy san'at, tashbih, o'xshatish, solishtirish va sifatlash ma'nolarini beradi. Dalil: qo'zitdi jang bilan olamda to'fon, oqdi suv tekin yer uzra ko'p qon. Sharhi: jang bilan olamda to'fon qo'zg'atdi, yer uzra ko'p qonni suv tekin oqqizdi, deb qalam tebratadi Sayfi Saroyi. She'riy san'at, talmih, tarixiy shaxs yoki voqeaga nazar solmoq. Dalil: Suhaylning husni erur Yusufdan oliy, etar mot olamni yuzining ola. Sharhi: Suhaylning husni Yusufning chiroyidan qolmas, yuzining qizili esa olma qizilidan ham a'lo deb yozdi Sayfi Saroyi. Kim o'qiydi? Kim tayyor? Kim? Madina. Tashxis, shaxslantirish. Dalil: Güneş dünya yüzünden cahga botdi, uzilgan gul sekin tuproqda yotdi. Sharhi: Quyosh dunyo yuzidan cahga botdi, uzilgan gul sekin tuproqda yotdi. Rahmat, juda ham yaxshi. Valida, qani siz nimani o'qib berasiz? Qaysi she'riy san'atni topdingiz? Marhamat, Valida. She'riy san'at, tashxis, shaxslantirish. Dalil: va nechora qism bulbul qafasda, kerak gul g'unchasi ozod nafasda. Bulbul qafasda chorasizdir, unga ozod nafasi g'unchasi kerakdir. Juda ham yaxshi. Rahmat. Qani endi baholash varaqalarini olib baholashingiz mumkin. Siz yoningizdagi guruhlarni diqqat bilan tingladingiz. Endi kriteriy va deskriptorlarga rioya qilgan holda boshqa guruhlarning javob Hurmatli o'quvchilar, juda ham yaxshi. Demak, darsimizni davom ettiramiz. Endigi bosqichlarimiz sizlar to'plashtirishni bajarasizlar, ya'ni qahramonlarimizga Suhayl va Yuldursunga tavsif yozishingiz kerak. Demak, bu yerda hamma guruhda ishlaydi va bularga tavsif berishda ularning ijobiy tomonlari, salbiy tomonlarini ham yoritib berishingiz kerak bo'ladi. Keyin esa sizlar refleksiya yozasizlar hamda darsga baho berasizlar. Hurmatli o'quvchilar, demak, darsimizni davom ettiramiz. Marhamat. Jahongir qo'lni uzatsa. Bugungi darsimizga yakun yasar ekanman. Juda ham tayyorgarligingizni yuqori deb baholayman. Ofarin, barakalla. Mana shunday darslarga tayyorlanib, har doim javobgarlik bilan qarashingizni iltimos qilaman. Hurmatli o'quvchilar, yanagi darsimizga uy vazifasini belgilab qo'ying. Iqtidorli o'quvchilarimiz Suhayl va Yuldursun asaridan olgan taassurotlari mavzusida essay yozib keladi. Qolganlaringiz esa test savollarini tayyorlab kelasiz. Ders tugadi. Ders uchun rahmat.